Allah subhanahu va taoloning al-adl degan ism sifatlar haqidagi tafsirlar. Bismillah, alhamdulillah, assalatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tövəndə dixtanlarga Ustad Abduvali Qori rahimahullohning Qur'on va sunnat nuri ostida Allah subhanahu va taoloning go'zal ism sifatlarining tafsirlari, darsliklaridan Allohning al-adl degan ism sifatlari haqidagi tafsirlarni o'qiymiz inshaalloh. A'udhu billahi minash-shaytonir-rojim. Allohning al-adl degan ism sifatlari haqidagi tafsirlar. Allohning bu ism sifatlari Qur'onda nurg'un yerda tilga ilingan. Sura Nahl 90-oyatida tarjimasi Allah haqiqatan kishilar orasida adil bo'lishga, jami xalqqa yaxshilik qilishga, xish aqrabolarga sil rahm qilishga buyurdi. Qabih so'z harakatlardan, yomon ishlardan va zulm qilishdan to'sidi. Nasihatni qabul qilsin deb Allah sizlarga pand nasihat qiladi. Al-adl adolat qilguvchi zot demakdir. Adolat harakati sodir qilguvchi zotdir. Bu sifatni bilishdan burun al-adlning nima ekanligini bilishimiz kerak. Al-adl fi'lini bilish uchun al-adl fi'lini kuzatib bu vaqtda tafakkur qilishimiz kerak. Allah subhanahu va taolo al-adl sifati bilan bütün koinotda adillik bilan hukm qildi. Allah subhanahu va taolo mavjudotlarning hamma a'zosini yaratdi. Onun jismoniy qismlarini va ruhiy qismlarining hammasini yaratdi. Bularning har birisiga o'zlarining yaratilish holatlarini berdi. Shuning bilan Allah subhanahu va taolo hamma mavjudotlarga o'zining shaklini berdi. Shularning har birining o'rniga o'zining kerakli qismlarini o'rnashtirdi. Bu her bir narsaning o'z o'rniga qo'yilishini adolat deymiz. Mana bütün mavjudotlarga nazar tashlasak, olamdagi katta jismlardan bo'lgan yer, suv, havo, koinot va bütün yulduzlarning hammasi o'zining shaklini oldi va Allah subhanahu va taoloning buyrug'i bilan o'z o'rnidan yer oldi. Ayni shu ko'zimizga ko'rinib turgan olamning biror qismi o'rnidan yo'tkilib ketsa, olamning hammasi vayron bo'lib ketadi. Undan boshqa insonning shaklini Allah yaratdi. Uningga ko'plagan a'zolarni beg'ishladi. İnsanның hayotida kerak bo'ladigan a'zolarning har birisini o'z o'rniga joylashtirdi. Agar a'zolarning birisining o'rni yo'tkilib ketsa, inson badanida adolatsizlik vujudga keladi. Allah subhanahu va taolo o'zining al-adl sifati bilan o'z o'rniga joylashtirdi. Bende Allah subhanahu va taoloning al-adl sifatini bilgandan keyin o'zining a'zolariga berilgan ixtiyor sifatidan to'g'ri foydalanish kerak. O'zining shahvat va g'azabini aql bilan dinga asir qilib bo'ysundirish kerak. Agar insonning aqli shahvat va g'azabiga xizmat qilsa, inson o'zining aqli va diniga zulm qilgan bo'ladi. Inson o'ziga berilgan har bir a'zosidan shariat ruxsat bergan uslubda foydalangan bo'lsa, al-adl sifatidan o'ziga ulush olgan bandalar qatoridan o'rin olgan bo'ladi. O'zining oilasidagi adolati, zurriyatidagi adolatlarni qilish kerak. Her birini qandoq tarbiyalash, qaysi yo'lda tarbiyalashda adil bo'lish kerak. Agar peshvo bo'lgan bo'lsa,
o'zining qo'l ostidagi fuqarolarga adil bo'lish kerak. Adolatning ma'nosi faqat odamlarning xohlaganini berish deganlik emas. Odamlarning xohlamagan narsasini bermaslik deganlikmi emas. Agar bu odam tasavvur qilsa, agar bir podshoh o'zining o'q-dora, qurol-yarog' ombiri, kitob ombiri va mol dunyo ombirining hammasini ichib, davlatman odamlarga bersa, o'q-dora, qurol-yaroqlarni ahli ilmga bersa va kitoblarni askarlarga bersa, bu podshoh odillik qilmagan podshoh bo'ladi. Gerçi u podshoh odamlarga o'zining xazinasidan bergan bo'lsa ham o'xshash. Chunki har bir narsani o'z o'rniga sarf qilmaganligi uchun adolatni barpo qilmagan kishi hisoblandi. Aslida o'q-dora, qurol-yaroqlarni askarlarga berishi, mol-mulklarni muhtojga, kitoblarni ahli ilmlarga berish kerak edi. Ana shuning uchun go'yoki kasal bo'lgan odamga o'zi xohlamagan, ammo foyda qiladigan dorilarni berguchi kishi adil kishi hisoblanadi. Ulardan qon ilib, kasallarini davolagan kishi adil kishi hisoblanadi. Gerçi ular xohlamagan taqdirdimi. Shuning uchun banda bu sifatni bilgandan keyin Alloh subhanahu va taolaning qilayotgan har bir hukmiga rozi bo'lish kerakki, agar bandada xohlamagan bir holat vujudga kelgan bo'lsa-mu, uning beshiga bir musibat kelayotgan bo'lsa ham, buning Alloh tarafdan kelayotganligini qabul qilishi va uningga sabr qilish kerak. Kelayotgan lutfiga shukr qilish kerak. Allohning har bir hukmini adolatlik deb tushunish kerak. Go'yoki ba'zi narsalar bandiga ko'rinishida xohlamagan narsa kelayotgan bo'lsa ham, xuddi kasal odamning o'zi xohlamagan dorini ichib saqayg'iniga o'xshash, Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelayotgan ba'zi musibatlar uning diniy nuqsonlarini tuzadigan dorining o'rnida bo'ladi. Qur'on va hadislarda Allah subhanahu wa ta'alaning bu ism sifatlariga aloqador tuvendiki mazmunlar tilga ilingan. Sura Infitor 6, 7, 8 oyatlarda tarjimasi: Ey inson, seni merhametlik Rabbinga osilik qilishga nima oldi? U seni yaratdi, a'zolaringni bijirim, qomatingni tuz qildi. Seni u xohlagan shaklda qurashtirdi. Sura Qasas 71-72 oyatlarda tarjimasi: Aytib beqinglarchu, agar Alloh kechini sizlar uchun qiyomat kunigacha so'zadigan bo'lsa, Allohdan bo'lak qaysi iloh sizlarga yo'riqlik elib kelalaydi? Sizlar anglamamsizlar? degin. Aytib beqinglarchu, agar Alloh kunduzni sizlar uchun qiyomat kunigacha so'zadigan bo'lsa, Allohdan bo'lak qaysi iloh sizlarga aram elishinglar uchun kechini elib kelalaydi? Sizlar ko'rmamsizlar? degin. Sura Al-An'am 73 oyatida tarjimasi: Alloh osmonlarni, zaminni hikmat bilan yaratdi. Alloh biror shayga vujud kel desa, darhol vujud keladigan kundagi, ya'ni qiyomat kunidagi azobdan qo'rqinglar. Allohning so'zi haqdir. Sur chilinadigan kundagi, ya'ni qiyomat kunidagi podshohlik Allohga xosdir. Alloh yoshurun va oshkor narsalarni bilgichidir. Alloh hikmat bilan ish qilguchidir. Bandalarning ahvolidan xabardardir. Sura Abasa 24-oyatida tarjimasi: Bu kafir inson o'zining yemekliklarga ibrat nazar bilan qarsin.
Sure Tariq 5. ayetinden 8. ayetigacha. Tercümesi: İnsan nimeden yaratilganligiga qarsun. U etilib chiqqichi maniden yaratildi. U mani umurtqa bilan quvurg'a so'nkining orasidan chiqadi. Shek shubhisizki Allah uni asliga keltirishga, ya'ni terildirishga qodirdir. Sura G'oshiya 17. ayetidan 20. ayetigacha. Tercümesi: Ular qaramamduki tögile qandaq yaratildi. Osmon qandaq egiz qilindi. Tog'lar qandaq turg'izildi. Zimin qandaq yeyildi. Sura Baqara 286. ayetidan. Tercümesi: Allah hech kimni taqati yetmaydigan ishga taklif qilmaydi. Kişinin qilgan yaxshiligining savobi o'zigidir. Yomonligining jazosi mu o'zigidir. Ular Rabbimiz agar biz unutsak yoki xatolatsak, ya'ni biz unutish yoki savanlik sababidan amringni to'liq o'rinlay olmasak, bizni jazoga tortmagin. Rabbimiz bizdan ilgarigilarga yukligininga o'xshash bizga ig'ir yuk yuklamagin. Ya'ni bizni qiyin ishlarga taklif qilmagan. Rabbimiz kuchimiz yetmaydigan narsani bizga ortmagan. Bizni kechirgin, bizga mag'firat qilgin, bizga rahim qilgin. Sen bizning egimizsan. Kafir qavmga qarshi bizga yordam bergin deydi. Sura Nur 30. oyatidan. Tercümesi: Mu'min erlarga aytqinki, namahramlarga tikilib qaramasın. Avratlarini zinadan saqlasın. Mundaq qilish ular uchun eng yaxshidir. Allah haqiqatan ularning qilmishlaridan to'liq xabardordir. Sura Baqara 184. oyatidan. Tercümesi: Bu farz qilingan roza sanoqli kunlardir. Sizlardan kimiki kasal yoki safar ustida bo'lib roza tutmagan bo'lsa, tutmagan kunlarni, ya'ni qazosini boshqa kunlarda tutsin. Rozini qiyrilik yoki ojizlik tufaylidan mushaqqat bilan aron tutadigan kishilar tutmasa, kunligi uchun bir miskin to'yg'idek tamoq fidya berish lozim. Kimiki fidyani belgilangan miqdordan ortiq bersa, bu o'z uchun yaxshidir. Agar bilsanglar, roz tutish sizlar uchun eg'iz ochiq yurishdan va fidya berishdan yaxshidir. Sura Shuara 75. oyatidan 85. oyatgacha. Tercümesi: İbrahim aytdi: Aytib beqinglarchu, sizlarning ibodat qilganinglar nima? Sizlarning eng qadimki ajdodlaringlarning ibodat qilgan nima? Ular, ya'ni butlar mening dushmanimdir. Faqat olimlarning Robbi mening Robbimdir. U meni yaratgan, u meni hidoyat qiladi. U meni tamoq bilan ta'minlaydi, ussizlik bilan ta'minlaydi. Og'rib qolsam, u meni saqaytidi. U meni qabz ruh qiladi. Keyin yana terildirdi. Qiyomat kuni uning mening xatoliklarimni mag'firat qilishini umid qilaman. Rabbim men ilm, hikmat ato qilgan. Meni yaxshilarga qo'shqin. Keyingilar orasida yaxshi nomimni qoldirgan. Meni nozu ne'matlik jannatning varislaridan qilgin. Sura Maide 12. oyatida tercümesi: Şübhisizki Allah İsrail avlodidan mahkam ahdi oldi. Ularning orasidan, ya'ni 12 aymoqning har birisidan birdan 12 boshliqni lik uchun jabbarlarga, ya'ni amaliqalarga avatdiq. Hamda Allah: Men sizlarga yordam beraman.
ey İsrail avlodi, Alloh bilan qasamki, agar sizlar namozni ta'dil arkon bilan o'tsanglar, zakot bersanglar, payg'ambarlarimga iymon etsanglar va ularga yordam bersanglar, Allohga qarzi hasana bersanglar, ya'ni Allohning yo'lida pul melinglarni sarf qilsanglar, albatta sizlarning gunohinglarni yo'q chiqaraman. Sizlarni albatta ostidan o'stanglar iqib turadigan jannatlarga kirgizaman. Shuningdan, ya'ni mahkam ahdidan keyin sizlardan kimiki amr qilgan narsalarimni inkor qiladigan, u albatta to'g'ri yo'ldan ozgan bo'ladi. Sura Mu'minun 5, 6, 7 oyatlarda tarjimasi: ular avratlarini haromdan saqlovchilardir. Ya'ni avratlarini faqat xotinlaridan, cho'rilaridan, boshqalardan saqlovchilardir. Bular bilan yaqinchilik qiluvchilar malomat qilinmaydi. Buning sirtidan jinsiy talabni qondirishni talab qiluvchilar haddidan oshqichilardir. Sura Baqara 143-oyatidan tarjimasi: shuningdek, ya'ni sizlarni islomga hidoyat qilgandek, kishilarga, ya'ni o'tganki ummatlarga shahid bo'lishinglar uchun va payg'ambarning sizlarga shahid bo'lishi uchun biz sizlarni yaxshi ummat qildik. Sura Shura 30-oyatida tarjimasi: sizlarga, ya'ni jininglar yoki melinglarga har qanday bir musibat yetsa, u sizlarning qilgan gunohinglar tufaylidan kelgan bo'ladi. Alloh nurg'un gunohinglarni afu qiladi. Afu qilmaydigan bo'lsa, balo va musibatdan hech qutulmas edinglar. Sura Kaf 59-oyatida tarjimasi: shu shaharlarning aholilari, ya'ni Hud, Solih, Lut, Shuayb payg'ambarlarning qavmlariga o'xshash o'tganki ummatlar zulm qilganliklari uchun ularni halok qildik. Ularning halok bo'lishiga muayyan vaqtni belgiladik. Sura Nahl 112-oyatida tarjimasi: Allah mundaq bir misolni keltirdi. Bir shahar, ya'ni Makka aholisi bo'lib, aslida tinch, xotirjam edi. Uning rizqi taraf-tarafdan keng tasha kelib turadi. Uning aholisi Allohning ne'matlariga kufrlik qildi. Allah ularga qilmishlari tufaylidan ochliqning va qo'rqinishning alamini tetitdi. Alhamdulillah, yuqorida Ustad Abduvali Qori rahimahullohning Allah subhanahu va taolaning go'zal ism sifatlarining tafsirlaridan Allohning Al-Adil tafsirini angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.